Toshkentda qulagan ko'prik ishi yuzasidan sud hukmi e'lon qilindi. Gap shundaki, joriy yilning 12-mart kuni Mirzo-Ulug'bek tumanida qurilayotgan yo'l o'tkazgichning bir qismi qulab tushgan ortidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi chiqarildi. Mazkur ish doirasida 6 nafar mansabdor va mas'ul shaxs aybdor deb topildi. Tergov va sud hujjatlariga ko'ra, obyekt qurilishida 6 milliard 177 million so'mlik ishlar sifatsiz bajarilgan. Yana 1 milliard 200 million so'mlik ish esa umuman bajarilmagan bo'lsa-da, hujjatlarda bajarilgandek rasmiylashtirilgan. Natijada davlatga yetkazilgan zarar 7 milliard 377 million so'mni tashkil etgani aniqlangan. Sud hukmiga asosan sudlanuvchilar mansab soxtakorligi hamda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish jinoyatlarida aybdor deb topildi. Har biriga 116 million 200 ming so'm jarima tayinlanib, 1 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etildi. Bundan tashqari Bosh prokuratura depozit hisob raqamiga o'tkazilgan 7 milliard 377 million so'm mablag' davlat foydasiga undirildi. Xo'sh, sizningcha qurilish uchun ajratilgan mablag'lar to'liq va maqsadli sarflanganida ko'prik yanada mustahkam bo'larmidi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.